Bugun sizlar bilan o'zgacha Napoli yig'amiz. O'zgachaligini bilish xohlasanglar videoni oxirigacha ko'ringlar. Chiroyli estetik bloknotimizdan xaridorim nakleykalar ko'p bo'lishini xohladilar. Shuning uchun nakleykalari ko'p bo'lgan kitobli nakleykamizdan ham qo'shdim. Maktab o'quvchisi bo'lganlar uchun mana shunaqa stiker va yulduzchalardan ham qo'shdim. Mana bunaqa kitobchalik, qizchalik nakleykamizdan ham qo'shdim. Bu ham ichida o'ta ko'p. Keyin bunaqa bulutchali dekorlarimizdan ham qo'shdim. Etikli dekorlardan, gulli dekorlardan va bunga moslab qalam va ruchka ham qo'shib berdim. O'zgachaligiga keladigan bo'lsak, bu xaridorim mana doimiy xaridorlarimdan hisoblanadi. O'tgan safar ham jiyanlarga xarid qilganlarda chiroyli qilib ufqa qilib berganligim uchun o'tgan safar dediki chiroyli qilib ufqa qilib bering menga, ismlarini yozib chiqazib bering deb iltimos qildilar va men bunga kirishdim. Menga yordamga har doim printerim keldi. Chiroyli qilib ukovka qilib berdim. Ismlarini ham yozib berdim. Marjonaxonga xolasi Layloxondan Afiyat konstavar mehr bilan tayyorladi. Chiroyli qilib yozib berdim. To'xtang, videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz chiqib ketishga shoshilmang. Video oxirida xaridorimdan kelgan otsiv ham bor. To'la shu videoni ichiga joyladim otsivni. Bu tayyorlagan hadiyam sizlarga yoqqan bo'lsa, xolanglarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Hamma yoshdagi qizlar uchun tayyorlab beramiz albatta. Hadiyaning egasini, emotsiyasini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Marhamat. Eshikni och. Kameram qirib ketgan. Yoqdimi senga?